zo'r bir ma'lumot. Qaranglar, mana Amerikanka qo'yayotganda, mana plankasi ko'rasizlar, to есть shaybasi olib tashlamaysizlar, turishi kerak va buni bundoq qotib qo'yasizlar, zavod bo'lib turadi. Mana bu alyuminni orqasidan bilet kiradi, bilet kesish kerak bo'ladi. Va bizada mana bu holat bo'lib, radnoy holati bo'lib chiqadi. Tepalari qoladi. Bunga tayyor planka ham bor. U plankani olmayotganimiz sababi nastroyka qilayotganda qiyshayib ketyapti. Dalniy osmon pastda qolib ketib qolyapti. Bu qoldirishimizning sababi kimdir agar nastroyka qiladigan bo'lsa, bilsa bilmasa nastroyka qiladi hozir ko'pchilik. Mana bu tepaga ko'tarayotganda planka mana bu tepada qolib qiyshayib ketyapti. O'shani hisobiga biz plankadan foydalanmaymiz, o'zidan qolamiz. Bu uchun alohida video kursi tayyorlab qo'yganman. Inshaalloh buni ham polniy obzorini qilamiz. Men hosiliga qanaqa qo'yilishini taxminiy ko'rsatib ketaman. Polniy qo'yish videosini video kurs darsliklarimizda qoldirib ketamiz, akalar. Dalniysini ham nastroyka qilish jarayonlari bor. Uni ham polniy obzor qilib ketamiz. Tez orada polniy bo'ladi. Hozir videolarni yig'amiz. Talabga qarab video kurslarni chiqaramiz.